Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 15-qism. Darslarni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan buxgalteriyadagi qisqa muddatli aktivlar haqida gaplashamiz. Qisqa muddatli aktivlar o'zi aslida 1 yilgacha ishlatiladigan, ya'ni kelganidan keyin tezlik bilan ishlatiladigan va bir marta ishlatiladigan aktivlarga qisqa muddatli joriy aktivlar deyiladi. Qisqa muddatlini joriy bilan ham tenglashtiramiz. Demak, ular bir marta ishlatiladi va 12 oygacha ishlatiladi. Ana shu ikkita xususiyatga javob berishi kerak bo'ladi. Bunga nimalar kiradi? Materiallar, tovarlar, ishlab chiqarish, ya'ni ishlab chiqarish prosessi ichidagi bo'lgan mahsulotlarning hammasi, tayyor mahsulot, kelgusi davr xarajatlari, debitorlar va pul mablag'lari bizda qisqa muddatli aktivlarga kiradi. Bularni shotlari 10-shotlarda materiallar yuritiladi. 29-10 har bittasi o'sha tepadagi nimamizga bog'lanib, 29-10, 20-10, 28-10 va 31-shotlarda kelgusi davr xarajatlar va 4-shotlarda barcha debitorlar, 5-shotlarda esa pul mablag'lari yuritiladi. Darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.